Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli ustazlar ve kırandaşlar. Allah subhanahu ve taala hemmeylerini her cayda hatırcam selamet kılsın. Allah subhanahu ve taala şu ettigende kılınan Kur'an tilaveti, dua tileklerimizni kabul kılsın. Bugünkü dersimiz düşkünlük ve ruhi gam, kaygı, teşvişlerini tügütüşünki ilacı, ümit var buluş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de aytidi: "İnne ma'al usri yusra." Hakikaten qiyinchilik bo'ladi ekan, o qiyinchilik bilan osonlik bo'ladi. Har qachon insonga qiyinchilik, jafo, mushaqqat keladi ekan, cho'qim buningdan chiqish yo'li bo'ladi, osonlik bo'ladi. Har vaqt insonlarga yetgan, mayli yakki shaxslar bo'lsin yoki umumiy jamiyat a'zolari bo'lsin, ularga yetgan g'am, qayg'u, jafo, mushaqqat, qiyinchiliklar daimlik bo'lmaydi yoki umumiy jihatdan bo'lmaydi. Hech qanday chiqish yo'li topolmaydigan, hamma tarafdan qo'rshilib, qapsilib qoladigan bu darajada bo'lmaydi. Shundaqla har qanday bir mushkula, qiyinchilik bu abadiy davomlashadigan ish bo'lmaydi. Ya'ni oyning 15 yo'riq bo'lsa, 15 qorong'i bo'lsa, 15 yo'riq. Atdigandimi tong yorishdan ilgari naytib qorong'ulik bo'ladi, inodan keyin yo'riqlik bo'ladi. Şuna her qanday qiyinchilik, jafo, mushaqqatninki abadiy bo'lishi yoki buningki davomlashishi mumkin bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolaning irodasi har qanday ishninki bir holatda davomlashmaydiganligini iroda qiladi. Ya'ni mayli xursandlik bo'lsin yoki xafalik bo'lsin, doim bir xil shaklda davomlashmaydi. Bir vaqtning o'zidalam bu vaqtlar dunyoga keladi, ba'zi insonlar dunyodan ketadi. Shundaqla bir vaqtda insonning tomiridagi qonlami yangilanib turadi. Har kuni quyosh atdiganda chiqadi, kech tarafda, ya'ni g'arbda o'tiradi. Takrorlanib davomlashib mangadi. Kunduz keladi, kech ketadi, kech keladi, kunduz keladi. Bir xil holat davom qilmaydi, o'zgarib turadi. Bizning o'zimizdikimi ve etrafımızdaki ahvallar şundak buludu. Şununla asasen biz her qanday bir qiyinchilik, jafo, mushaqqatga duch kelsak yoki bizlarga biz yoqtirmaydigan ishlar yuz berib qolsa, biz buni hargizmi doim bizning ishimiz mushundaq bo'lib ketami yoki biz doim mushundaq jafo, mushaqqat, qiyinchilikni o'tab ketamizmi deb o'ylab qolsak to'g'ri bo'lmaydi. Öz vaqtida bizning ajdodlarimiz uzun yil hokimiyat tutib, yurt boshqarib, xonadon bo'lib o'tgan. Masalan, Qarixonlar sulolasi bo'lsin yoki Sulton Abdurashidxon, Saidiya, Sulton Saidxon deganlar bularmi eng az 200 yil, 150 yildan hokimiyat tutib, davlat boshqarib, yurt so'rab kelgan. Her qanday bir ishning boshlanishi bo'ladi, bu ishningki taraqqiyoti, gullanish davri bo'ladi, endan keyin halokat, oxirlash bosqichi bo'ladi. Har qanday ish bir xil holatda davom qilmaydi. Bizning ahvolimizmi shu. Masalan, vatanimiz Turkistonning ahvoliga nazar soladigan bo'lsakmi, bir mezgil kengchilik, rohat yashsak, endan keyin shu qiyinchilik, jafo, mushaqqat bo'libmi Xitoy kommunistlari vatanimizni bizib olgandan keyin asasen biz Sharqiy Turkiston musulmonlarga xotirjamlik yoki qiyinchiliksiz kun bo'lmoqlik. Gerçi Xitoy tajovuzchilari saxtipay siyosat qo'llanib, ba'zi vaqtida kengir qo'yayotganda qismi bu ba'zi bir xil ilm odamlari va aqidalik, vatan so'yadigan kishilarningki o'tirg'i chiqishi. Bu orqali yana bir bosqichda bularni yo'qotishi har biri bu Xitoy tajovuzchilarininki razil plani bilan bo'ladi. Herkizmi biz millatga rahim shafqat qilib yoki ko'yinib siyosatni yumshatib bo'sh qo'yayotgan ish yo'q. Buning hammasi nimadan desa, Xitoy tajovuzchilarininki razil siyosatlari. Ammo biz Rossiyaga qarab baksak, Rossiyadagilarmi 70 yildan keyin mustaqil bo'lgan. Bu Allohga oson. Hech qanday o'q atmasdan, urush qilmasdan bir qalam bilan yoki ovoz bilan Rossiyadagi davlatlarning hammasi mustaqil bo'lgan. Hozir Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmeniston, Tojikiston, O'zbekiston degandek bu davlatlar, respublikalarning hammasi parchalanib o'z oldiga mustaqil davlat bo'lgan. İnşallah vatanimizda qarindoshlarimiz tortayotgan jafo, mushaqqatmi bu shaklda hargiz davom qilmaydi. Abadiy bo'lmaydi. İnşallah buningmi oxirlashadigan bir nuqtasi bo'ladi, tugaydigan vaqti bo'ladi. Madamiki biz shuningga bir tayyorlik qilib,
Allohning yordamiga yaraydigan bir holatda bo'lsak, inshaalloh Allohning yordami cho'qim bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Haqiqatan bir qiyinchilik bilan osonchilik bo'ladi, yana bir qiyinchilik bilan osonchilik bo'ladi. Bu oyatda usra, ya'ni bu qiyinchilik degan bu so'z tekrarlandı. Bu sözün bishiga alif lam al-usr deb tonishlik belgi bilan alif lam bilan kirib tekrarlandı. Ammo yusr, osonchilik degan so'z nakira, hukmsiz shaklda ikki qitim keldi. Arab tili ulemalari bu oyatning lug'at tuzilishiga qarab, har qanday, ya'ni tonishlik ma'rifi bo'lgan so'z takror kelsa, ikkinchi so'z birinchi so'zning o'zi bo'ladi. Ya'ni fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dastlabki kelgan usra qiyinchilik, keyin kelgan qiyinchilikning o'zi shu. Bu bir oyatda bo'lganlikdan. Unda bo'lgandikin har bir qiyinchilik bo'ladi ekan, bu qiyinchilikqa ergishib ikki dona osonchilik bo'ladi. Shunga Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi: "Law kana al-usru fi juhri dhabbin latabi'ahu al-yusra hatta yastakhrijahu la yaghliba usrun yusrayni." Agar mubada qiyinchilik, jaffa, mushaqqat bir kilaning o'sida shunda joyda bo'lgan bo'lsa, albatta osonchilik uningga ergishib kirib, qiyinchilikni u yerdan qo'g'lab chiqarib o'tadi. Hargizmi bir qiyinchilik ikki osonchilikning ustidan g'olib kelmaydi. Çoğun bazı şairler aytadi: "Ey yigit, sana bir qiyinchilik yetib qolsa, sen Allohga yalvarganki, Allohning huzurida buning bir chiqish yo'li bo'ladi. Sana qiyinchilikning halqilari shunda qistilib, sen hech qanday chora amal topolmagan vaqtida sen chiqish yo'li yo'qkan deb o'ylab qolma. Cho'qim buningdan chiqish yo'li bo'ladi." Şuna bizge bir qiyinchilik yetsa, yoki bir kasallik yetsa, ya bir yerimiz og'rib qoldi, yoki sunib ketdi, yoki qarzda bo'lib qoldik, yo kambag'al bo'lib qoldik. Inonda boshqa nurg'un ishlar va shunda vaqtida biz shuni ishonch qilishimiz kerakki, buning hammasi Allohning izni bilan bir holat davomlashmaydi. Bu o'zgaradi. Bu çokum yok oludu deydigan bir işenci buluş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytgan: "Va'lam anna an-nasra ma'as sabr ve annal farja ma'al karb ve anna ma'al usri yusra." Bilgin ki g'albi nusrat sabrchanlik bilan bo'ladi. Qiyinchilikdan qutulish jaffa mushaqqat bilan bo'ladi. Jaffa mushaqqat bo'lmasa, u qiyinchilikdan qutulish bo'lmaydi. Qiyinchilik bilan osonchilik bo'ladi. Insonga qiyinchilik yetganda, jaffa mushaqqat yetganda tirishchilik qilgan Alloh tarafdan buningki qutulish yo'li bo'ladi va osonchilik tarafi bo'ladi. Abu Darda radhiyallohu anhu Allah subhanahu va taolaninki kullu yawmin huwa fi sha'nin degan oyatini tafsir qilib deydi. Ya'ni Alloh har kuni o'zining, ya'ni ilohiy qudrati bandalarning ishlari bilan bo'ladi deb Alloh o'zining ishidan gunohni mag'firat qiladi. Bala musibat qiyinchilikni ichib o'tadi. Ba'zi bir qavmlarni Allohga ishongan, yaxshi amal qilganlikdan darajasini ustun qiladi. Ba'zi bir qavmlarni Allohga osiylik qilgan, Allohga kafir bo'lgan, Allohga ishonmaganlik sababidan bularni yer bilan yeksan qiladi. Shuning uchun biz payg'ambarlarning tarixiga qarab boqadigan bo'lsak, Qisasul Anbiya yoki boshqa payg'ambarlarning tarixiga aloqador kitob materiallar qaraydigan bo'lsak, ular har qanday qiyinchilik, jaffa, mushaqqat qilgan taqdirdami, ularda umidsizlik deydigan narsa yo'q edi. Bular hargiz umidsizlanmaydi. İnsan taqat keltirolmaydigan shunda qiyinchilik bo'lgan taqdirdami, bular Allohning rahmatidan umid uzmaydi. Allah tarafdan cho'qim bir chiqish yo'li bo'ladi. Alloh cho'qim bizga yordam berdi deydigan umid ishonchi bilan yashaydi. Masalan biz Yusuf surasi tilovat qilindi, o'qildi. Bu surada asosan Yaqub alayhisalom o'zining sevimli farzandi Yusuf alayhisalomdan ayrilib qolganligi va bu hasratida uzun yil yig'lab yurib ko'zi ko'mas bo'lib qolganlik vaqaliklar so'zildi oyat-i karimda. Yani ayet aytidi: "Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf va akhihi va la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun." Yani bu ayette Yaqub alayhisalom ballarga Bunyaminni yo'qib qo'ydik deb kelganda, ey farzandlarim, sizlar biringlar, ya'ni Misrga biringlar va boshqa shaharlarga biringlar, fatahassasu Yusuf va uning qarindishini izlab chiqinglar. Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar
Haqiqatan Allohning rahmatidan faqat kafir bo'lgan qavmlar umidsizlandi. Allohning rahmati kengri, bular cho'qim ba, sizlar bularni izlashni davomlashtiringlar. Shunga oradan uzun muddat o'tgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Yaqub alayhisalom bilan o'g'li Yusuf alayhisalomning orasini jami qildi. Yani bu muddatni Hasan al-Basri rahimulloh yoki bir qism olimlar 80 yil deb qarag'anlarmi va 60 yil deganlar va 40 yil deganlar va yani Yaqub alayhisalom Yusuf alayhisalomdan shu muddatda ayrilgan, ammo shunchalik vaqtdimi hargiz o'g'lidan umidini uzmagan. Şuna bizlarga har qandaq jaffa, mushaqqat, qiyinchilik, kasallik, fiqirlik yoki sarson bo'lish, musofirchilik, har qandaq bir qiyinchilik bo'ladi ekan, bu cho'qim Allohning izni bilan yo'q bo'ladi. Shuna biz doim Allohga yalvorib, Alloh subhanahu va taoladan qiyinchiliklarimizni ko'tarib o'tishini, jaffa mushaqqatlarimizni yo'q qilib o'tishini va kasallarga shifolik ato qilishni, qarzlarimizni ko'tarib o'tishini va bizlarni bir xotirjam o'ziga ibodat qila oladigan bir ma'naviyatga ega qilishni tilab Allohga duo qilsak, Alloh subhanahu va taolo cho'qim bizning qiyinchiliklarimizni osonlashtiradi. Ayyub alayhisalom 18 yil kasallik holatida qoldi. Ailesi, balı chaqalari mal mulkidan ayrildi. Bu Allohning payg'ambari edi. Allah imtihon qildi. Buningga bo'lgan kasallik nihoyatda qiyin bir kasal bo'ldi. Badanidan yongnining uchichilik saq o'rin qolmadi. Hammasiga kasallik yetdi. İbn Kesir rahimahullah o'zining tafsirida buni bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhisalomni badanida, mollarida, bola chaqalarida ziyon, qiyinchilik bilan sinidi. Hatto uning jasadidan yongnining to'shkichilik bir saq o'rin qolmadi. Ya'ni qalbidan boshqa hech qanday saq o'rin qolmadi. Dunyoda o'zining kasalligiga bir yordam oladigan, ya'ni kasallikni davolatadigan na pul, mal, iqtisod bununla yardım berdigan farzand aydigan hech nimiz qolmadi. Faqat ayoli qolgan. Yunus alayhisalomning ayoli, yani tarixiy ma'lumotlarda bu Yusuf alayhisalomning qizi. Yusuf alayhisalomning qizi Ayyub alayhisalomning ayoli edi. Ayoli anadan ketmay 18 yil kasallik oldidan xabar oldi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhisalomni sifatlab Ayyub alayhisalom shundoq ig'ir kasallik tushib qolsa-mu, Allohning rahmatidan umidini uzmadi. Hergizmo mana bu ne sebepten bunlar kasalliklar yetdi deb buningga urib, Alloh tavlab bir vaqirab ketmedi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab." Haqiqatan biz Ayyubni naytibek sabrchan, sabr qiladigan bir banda topdi. Intayin sabrchanlik bilan o'tkazdi. Ve ahirda Allah subhanahu ve taolaga duo qildi, kasallik shifolik ato qilishni. Allah subhanahu ve taolo Ayyub alayhisalomning kasaliga shifolik ato qildi. Allah subhanahu ve taolo bu to'g'rida Qur'oni Karimda aytadi: "Va Ayyuba iznada robbahu anni massani ad-durru va anta arhamur rohimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin va ataynahu ahlahu va mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina va zikra lil 'abidin." Ayyub alayhisalom o'z vaqtida Robbiga nido qildi. Robbim, bana ig'ir kasallik yetdi, badanimda saq o'rin qolmadi. Sen nihoyat mehribon, shafqatli zot, mening kasalimga shifolik ato qilgin, meni bu zo'r qiyinchilik, jafo mushaqqatdan qutqazgin deb Allohga yalvorib, Allohga duo qildi. Fastajabna lahu, biz uning duosini ijobat qildik. Va kashafna ma bihi min durrin, iningga yetgan barliq ziyon, kasallik hammani ichib kasalliklarga shifolik ato qildik. Va ataynahu ahlahu va mislahum ma'ahum. Onunla biz onun ahlini ilgirkiden birasiyani köpeytip berdik. Bu bizden bo'lgan bir rahmet. Allah'ның fazli, Allah'ның rahmeti. Şundaqla bu Allah'a ibadet qiladigan, Allah'ның rahmetidan ümidini üzmeydigan, Allah'tan bo'lgan ishengisida tavranmaydigan kishilarga bo'lgan bir eslitish. Shuning uchun bizga yetgan har qanday qiyinchilik, jafo, mushaqqat, musofirchilik qaysi darajaga yetsin, cho'qim Alloh subhanahu va taolo buningdan bir chiqish yo'li qilib beradi. Jafo, mushaqqat qiyin bo'ladi ekan va balo musibat katta bo'ladi ekan, bundan qutulish, buningki yaqinda ketadiganligi fadlindi. Abu Ali Tannuhi
bu ilgirki tarixchi olimlarning biri. Bu kishi qiyinchilikdan keyingi osonlik degan bir kitob yozgan. Ya'ni 5 qismliq bir kitob yozib, buning da shu ilgirki kishilarga yetgan minglarcha yana qiyinchilik, jafo, mushaqqat, qiyinchiliklarningki yo'qolganligi, g'am qayg'ularning tugaganligi, qarzdorlarning qarzining ado bo'lganligi va kasallarning shifo topganligi iborat nurg'un voqealikni yozadi. Allohning izni bilan bizga kelgan har qanday qiyinchilik, jafo, mushaqqat cho'qim tugaydi. Biz Allohning fazl rahmati bilan erkinlikka, hurlik chiqimiz. Bizning chet eldagi sarsonlik, g'ariblik, davlatsizlik, vatansizlik hayotimiz cho'qim oxirlashidi. Biz cho'qim umidvor bo'lsak, kelgusida g'albi nusrat bilan, erkinlik bilan, Allohning rahmati bilan vatanimizga qaytib, vatanimizda o'zimizning qiladigan xizmat amallarimizni davomlashtiramiz. Bizning qalbimizda haqiqiy bir ishonch bilan o'rnaydi ekan, cho'qim amaliylashidi, vujudga chiqadi. Har qanday keladigan narsa yaqin. Har qanday yaqinda keladigan narsa cho'qim bu amaliyotda vujudga chiqadi. Şuna Allah'a bo'lgan ishonchimizdan bo'shashmayli, Allohga bo'lgan duodan g'afil qolmayli, Allohga doim duo qilib turayli. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo hammalarni maqsadlarimizga yetkazadi va dunyolik g'am, qayg'u, tashvish, qiyinchilik, jafo, mushaqqat hammani Alloh ketkazadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni arzu maqsadlarimizga yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo hammalarni qiyinchilik davridimi tavranmay, iymonni mustahkam turib, Allohga Alloh rozi bo'lgan shaklda taat ibodat qilishga muyassar qilsin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.